Assalomu alaykum aziz YouTube ijtimoiy tarmoq muxlislari. Bugun Denov tumanidagi 17-umumiy o'rta ta'lim maktabida mana 100 yosh yubiley munosib bo'lyapti. Ustoz bilan kelib turibmiz mana. Ustoz Burekov maktabi. Maktab mana 100 yil oldin qurilgan ekan, ishga tushgan ekan. Mana Xudo xolasa 100 yilligini nishonlayapti. Hamma shu yosh maktablar ham mana shunday 100 yilliklarni, 200 yilliklarni nishonlab, mana shu yosh avlodga ta'lim tarbiya berishda charchamaydigan mana shu o'qituvchilarimiz, pedagoglarimiz hammasini bugungi kun bilan tabriklaymiz. Mana respublikamiz bo'yicha mana yaqinda 1-oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni bilan ham tabriklab qolamiz. Ilohim yurtimizda hamisha tinchlik bo'lsin, omonlikda, sog'likda, faqat yaxshi kunlarda uchrashishni Alloh taolo nasib ro'za aylasin. Hammaga rahmat. Bugün Denov tumanidagi 17-umumiy o'rta ta'lim maktabida juda bir katta tadbir, maktabimizning 100 yillik yubiley to'yi bayrami bo'lyapti. Bu bayramni biz juda bir ko'tarinki ruhda kutib oldik. Mana bir qancha ustozlarni taklif qilganmiz. Bayram hammalaringizga muborak bo'lsin. Biz ming yoshlarga, million yoshlarga kirsin. Bizday baxshilar kelib, termalar aytib bersin. Keling baholi qudrat bir maydon 17-maktabga 18-maktabdan salom aytib, ikkovuz terma aytib beraylik. Vahşiler yağday taşadı, dombra tarın yiyişe,